Elektron rul sistemasi bilan Onyx avtomobilni qabul qilib olganmiz. Bunda avtomatik parkovka qilayotgan vaqtida mashinada elektron rullari qotib qoladi. Hozir bu mashinani ham avtomatik parkovka qilib ko'ramiz. Onyx avtomobilimizni ichiga o'tirdik. Birinchi o'rinda skorostga solamiz. Parkovishning sistemasini yoqdik. Tablolarda parkovka sistemasi bo'lib, biz chap tomonni qidiramiz. Perpendikulyar holatga qo'yamiz. Mana endi mashinani hozir rullarni tekshiramiz, rullarda qotish bo'ladi. Qo'yardim mana. Hozir chap tomonni qidiryapti. Qidirsa bu yerda o'zi aytadi. Hopda, stop deb endi zadniga solamiz. Zadniga soldik. Rulni boshqaryapti. Avtomatik. Mana xato berdi, rulidagi muammosini chiqaryapti. Mana ashikalar rulnikini berdi. Bu tomonda rul znaklari ham yondi. Bu ashikalar chiqqandan keyin mashinani avtomatik qo'yish holatidan chiqib ketadi mashina. Rullari mana в общем og'ir. Hech qanday yengil holati yo'q. Mana shu muammo bilan kelgan bu Onyximiz bu holatiga o'zi kompyuterga diagnostikaga solib, diagnostikada nima chiqarib bergan bo'lsa, o'shanga qarab mashinani diagnoz qo'yib, chiroyli qilib bitkazib chiqarib beraveramiz. Mashinamizni diagnostika qilish holatlari ketyapti. Xo'p, diagnostika qilgan vaqtimizda elektron rul upravleniyadan muammo chiqarib beryapti, dvigatel qismidan muammo chiqarib beryapti. S116A 400 0513 ashikalarni chiqarib beryapti. Onyx avtomobilimizni elektron rul sistemalarini yechdik, tekshirdik. Tekshirgan paytimizda hech qanday simi yoki boshqa joydan bo'lmagan, faqatgina mana shu elektron rullardan bo'lgan. Hozir buni yechib, o'rniga yangi zakaz qilib o'qildik. Mana bu yangisi, biz ustanobka qildik. Shliflari qoldi, shliflarni yechib tashlab, hammasini joy-joyiga qildik. Qisqasi elektron rul sistemasida avtomatik parkovka qilgan vaqtida elektron rul sistemasida muammo bo'lib turibdi. Shuni almashtiramiz, undan keyin rullarni ham через kompyuter orqali programma qilib beramiz. Avtomobilimizni elektron rullarni ustanobka qildik. Mashinamiz mana rullarni hammasini yig'dik. Hozir endi buni kompyuterlash ishlari ketyapti. Kompyuter orqali programmalarini to'g'irladik. Endi Google pоворот rul bor, o'shani Google'ini to'g'irlaymiz. O'shasini to'g'irlab turib, chapga o'ngga to'g'irlab, hammasini joy-joyiga qo'yib beramiz. Rullarni buramiz, chap tomonga qaytadi. Oxirigacha buramiz. Deb ishni ishlab turamiz. Endi o'ng tomonga buramiz. Sekin. Ishni ishlab turamiz. Mana endi rulda markaz bo'lib qilamiz. Hammalari bo'ldi. Programma orqali teshiklarni hammasini qildik. Boshqa hech qanday xudo xolasa muammolar qolmadi. Endi hozir mashinani avtomatik parkovkaga qo'yib, yana bitta haydab tekshirib ko'ramiz. Onyx avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Hozir bu mashinamizni mana shu aralikqa parkovka qilamiz. Avtomatik parkovkasini ishlatib ko'ramiz hozir. Avtomobilimizni daga soldik skorga, avtomatik parkovkani bosdik. Chap tomonimizni qidiramiz. Mashinani mashina parallel holatda qo'yamiz. Mashina yuramiz. Hozir chap tomonni qidiryapti. Hozir mana shu aralikqa mashinani tiqamiz. Stopda mana stop bosamiz, zadniga soling debdi. Zadniga solamiz. Ruli avtomatik zo'raman. Rul avtomatik burilyapti mana. Men hech qanaqa qo'lni tekkizganim yo'q. Hozir mana shu aralikqa joylaymiz. Joylayapti. Stop dedi. Oldinga qarab harakatlanishni beradi. Stop. Zadniga. Strelka borguncha bosish kerak bo'ladi. Mana endi oldinga qarab debdi. Daga solamiz. Strelkasi borguncha bosib qo'yamiz, formada bo'ldi. Mana mashinamiz avtomatik parkovka bo'ldi. Endi mashinani parkovkaga qo'yamiz. Mashinadan tushamiz endi. Tushganimizdan so'ng mana hop. Mashinamizni ikkita mashinani aralig'iga parkovka qildi. Mashinada hech qanday rullarda boshqa muammosi bo'lmadi. Bemalol avtomatik parkovkani ham klientimiz ishlatib yuraveradilar. Avtomatik parkovka qo'yish bo'yicha Onyx bo'ladimi, Tracker bo'ladimi, Chevrolet Malibu bo'ladimi, Equinox bo'ladimi, avtomatik parkovka qo'yadigan mashinalarda qaysi birida muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol Jizzax avtomasterga murojaat qilsalaring, pastdagi raqamga aloqaga chiqsalaring, har doimgidek ishimizni sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib bitkazib beramiz. Tanlovda adashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar.